Nima seni to'xtatyapti? Qattiq charchadingmi? To'yib uxlolmayapsanmi? Energiyang kammi? Vaqt yetmayaptimi? Shumi seni to'xtatayotgan narsa? Yetarlicha pul yo'qmi? Muammo shundami? Yoki seni to'xtatayotgan narsa bu sen o'zingmi? Dangasada hamisha bahona tayyor. O'zingni aybdor his qilishni bas qil. Soxta xijolatchilikni yig'ishtir. Hammaga o'zingni sharoitingni doston qilib, o'zingni qiynalayotgan odamday ko'rsatib, odamlarni rahmini keltirishga urinma. Agar men Rolls-Royce minganimni 6-7 yulduzli mehmonxonalarda maza qilib yurganimni ko'rsang, hasading kelmasin. Chunki bularga erishguncha orqam terlab ishlaganman. Hech kim holing nima deb so'ramagan. Ketingni ko'tar. Tur o'rningdan. Ko'kragingda mudrab yotgan qalbni uyg'ot. O'yin boshlandi. Seni vaqting keldi. Sen yashayotgan davlat va jamiyatda o'zingda bor imkoniyat va qobiliyatlardan foydalanib qolish kerak. Hayotingda muammo bormi? Atrofingdagilarda muammo bormi? Unda nimadir o'zgartirish kerak. Senga shu kerakmi? Kerak bo'lsa bajar. Bilib qo'y, bahonalar endi o'tmaydi. Ular uydirma, ular cho'pchak. Yolg'on hammasi. Va bu yolg'onlarga qanday barham berasan? Haqiqat bilan. Haqiqat shuki, senda vaqt bor. Senda imkoniyat bor. Bilim bor va hatto suyanadiganlaring ham, irodang ham, intizom ham yetarli buni qilish uchun. Dunyoda har qanday muvaffaqiyat mashaqqatdan boshlanadi. Barcha arzirli narsalar cho'qqida, ularga osongina erisha olmaysan. Olma pishib og'zingga tushmaydi. Hech narsa o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Maqsadga erishish har doim qiyin bo'lgan. Agar uni xohlasang, u uchun borib kurash. Bu seni o'ljang, bu seni zarbang, bu sening lahzang, bu sening davring, bu sening o'rning, bu sening imkoniyating. Mening davrim keldi, mening galim keldi. Ertagacha kech bo'ladi. Senda faqat bugun bor. Bu sening orzung. Unga erishmoqchimisan? Qaddingni ko'tar va ol uni. Senga shu kerakmi? Dovdirama, qo'lingni uzat. Hali ko'p narsa qilishing kerak. Hozir ayni harakat qiladigan payting. Brother.